Oyjonniki, bu esa o'zimniki. Oyjonniki yopiq. Hozir o'zimnikini sizlarga ochib ko'rsataman. Podarочный upakovkasida. Makiyajim qaranglar qanaqa idealni yotibdi. 3 kun bo'ldi buni ishlatayotganimga. 2 etap очищениyadan keyin odatda terimiz qurishib, tortishishni boshlaydi. Bu odatiy holat. Tonerda yuzimizni namlantirib, keyingi etap uxotlarga tayyorlanamiz. 1-2 minut oralig'ida ketidan emulsiya suramiz. Kun davomida yuzimizga yetishmagan vitaminlar bilan terimizni boyitib beradi. HC'ni bu 5 etap seti ham kunduzga ham kechga tushganligi uchun alohida kechki va kunduzgi uxot olishingiz kerak emas. 20 yoshdan boshlab ishlatsak bo'ladi. Hidi juda ham приятный. 3-bo'lib HC sivorotkasini ishlatamiz. Hamma yoqda tuk uchib yuribdi. Mushugi bor qizlar tushunadi. Mana shu yerdan boshlab qolgan uxotlarni urib yotqizamiz, surib emas. Bu ampula yuzimizga glyanets effekt beradi. Shuni hisobiga terimiz koreyankalarnikiga o'xshab tiniq bo'lib qoladi. Terimiz elastikligini oshiradigan kollagenli krem. Undan tashqari terimizni bir tonda ushashga, xiraligini ketkazishga va terimizni ochartirishga yordam beradi. Ozgincha yopishqonligi 5-10 minutda singib ketadi. Oxirida ko'z atrofiga krem. O'zbekistonda havo juda ham quruq, changli va quyoshli bo'lgani uchun ayollarimiz teri juda ham tez osilib qarishni boshlaydi. Bu krem ko'z atrofidagi ajinlarni va ko'zdagi qorayishini oldini oladi. 3 kunlik natijamiz qalay? Yoqdimi?